لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetlik көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda rizq haqida to'xtalamiz. A'udhu billahi minashaytonirrojim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. İman etqanlar, agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, biz sizlarga rizq qilib bergan pak halol narsalardan yenglar. Allohga shukr qilinglar. Rizq manfaatlanadigan narsa deganlik bo'lib, manfaatlanadigan har qanday narsa, manfaatlangan har qanday narsa rizq deb atildi. Alloh taolo bandaning foydalanishi uchun taqsim qilgan narsalarning hammasini ko'rsatdi. Alloh taolo ato qilgan iymon, yaxshi amal, pul mol, tan saqligi, yaxshi oila, yaxshi farzand, yaxshi xizmat, yaxshi muhit, yaxshi do'st, yaxshi qo'shni qatorliqlarning hammasi birardan rizq. Hammasi Alloh ato qilgan rizq. Rizq deyilgan hamon kishilarning zihniga yemak, ichmak yoki pul mol kelishi mumkin. Undaq emas. İnsanның bütün hayat sohalarida manfaatlanib turayotgan narsaning hammasi rizq. Allama Muhammad Mutavalli Sha'ravi deganki, rizqning eng oddiysi pul mol, eng kattasi tan saqligi, eng afzili yaxshi farzand, eng mukammali iymon. Iymon yana eng mukammali. Hozirgi zaman ulamolardan Allama Muhammad Ratib Nablisi deydiki, ulamolar rizq bilan tapovatni farqlantirib deydi. Rizq sizning foydalangan narsangiz. Tapovat siz topgan pul mol, ya'ni siz topgan narsalar. İnsan tapqanlardan foydalangan bo'lsin yoki foydalanmagan bo'lsin, uni haloldan topdimi, haromdan topdimi, hammasidan hisob berdi. Foydalangandan emas, topqandan hisob berdi. Masalan, bir insonningki bankda 100 ming dollar puli bo'lib, uning 10 ming dollarini xaylagan bo'lsin. O'lgücü 10 ming dollarini xaylab, qog'ini qilib qolgan bo'lsin, 100 ming dollarning hammasidan hisob berdi. Xaylaganlarni emas, topqanning hisobini berdi. Endi barliq jonliqlarningki rizqini berishni Alloh taolo o'z ustiga olganligi bir haqiqat. Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizqaha. Yer yuzidagi har bir jonliqqa rizq berishni Alloh ustiga olgan deydi oyatda. Endi rizqni hosil qilishning yo'llari nima deganda, garchi rizqni Alloh taolo bersimi, inson Alloh taolo beradigan shu rizqni hosil qilish uchun ishlashga majbur. Çünkü osmondan oltin kumush yog'maydi yoki pul yog'maydi. Shunga rizqni hosil qilishning yo'li ishlash. Alloh taolo bizga ishlashning yo'lini ko'rsatib, famshu fi manakibiha va kulu min rizqihi deydi. Sizlar tirikchilik qilib, zaminning taraf-taraflarida menib Allohning bergan rizqidan yangla. Ya'ni zaminning har taraflarida ishlab, tirikchilik qilib, rizqni Allah berdigan rizqni o'z qo'linglar bilan hosil qilib shuni yangla. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Namoz o'qilib bo'lganda zaminga tarqalib tirikchilik qilish orqali Allohning fazlidan rizqinglarni talab qilinglar deydi yani. İşlash dinimizning amri, payg'ambarlarning axloqi. Chunki payg'ambarlarning hammasi tirikchilik yo'lida ishlaydi. Hatto payg'ambar alayhisalom Davud alayhisalomni maqtab, u öz qo'li bilan ishlab yeydigan payg'ambar edi degan. Halal rizq hosil qilish uchun yo'lliq kasblar bilan tirikchilik qilish sharafli ishdir. Aldamchilik, yolg'onchilik, saxtipazlik, jazona, qatorliq qilmishlardan va haroq, tamaka deganga o'xshash harom narsalarni setishdan xolili bo'ladi ekan, har qanday tirikchilik sharafli tirikchilik bo'ldi. Mayli oshxonalarda qachi yuydigan ish olsun, meyli yollarını tazlaydigan yoki uy imoratlarini tazlaydigan tazliq ishlar bo'lsin, u albatta sharafli ishdir. Kishilarning ko'zida oddiy sanalgan ishlar bo'lsa-mu, uni oddiy sanamay qattiq qilib ishlash, ter oqqazish, tamagarlik qilib uyda o'tirgandan yoki rezil yo'llar bilan kishilarni qaqti so'qti qilgandan ming martaba a'la va onasining sutidek oppoq haloldir. Ya'ni ishning yuqorisi tüvünü bo'lmaydi, ishninki haqir ko'riladigan ish yo'q.
Hekir kiradigan ish bo'lsa, Alloh taolo harom qilgan ishlar. Alloh taolo halol qilgan kuch chiqarib, ter oqqizib ishlaydigan ishninki hammasi sharaflik va halol ishlar. Har qanday odam o'zining kasbini va qilayotgan ishini qadrlashi ve onu suyushi kerak. Shunda qilgandilar boshqalarmi uning kasbini va ishini qadrlaydi. Ya'ni o'zing qadrlamasang o'zingning ishning qimmatini o'zing bilmasang, o'zing uning qimmatini ko'tarmasang, boshqasining ishingga qimmat bermay, sana qimmat bermaydi. Aytilishlar qaraganda Yaponiyada bir minister bir o'tkazib qo'ygan bir xatolik sababi bilan bu ministerlikdan tushirib, tozalik ishchisi bo'lib ketdi-da, oddiy bir tozalik ishchisi bo'lib ketdi. Şunu geldi onun hesap kılıp kelgenlerden birisi bir günü onun kış gelip kandakken ministerlikten tazılık kucuğunu tazlayıp işçi oluş diyen kandakken derken çünkü ben idarede oturup hizmet kılattım. Hazır insaniyetinin ki salametlikini saklaş için muhitini pak tutuş için bütün insanlar için, ekolojiye için, tabiat için hizmet kılıvattım. Ben adli edememez hazır mı diyen iken de. Demek Adam özünün qılğan işini, addi emasligini, özünün qılğan işinin nəhayət mühim bir iş işkənligini bilgan. Əməliyyatda yollarını tazlaydigan, meyli nə tazlıqçı, adətdə insanlar onu addi gördü, amma bütün insanların paskılıqlarını tazlaydigan şərəfli bir insanlar olar. Şərəflik şərəflik iş. Çünki tazlaydigan, tən salamətliyini saqlayan, muhitini saqlaydigan, saplaşdırdigan hemmesi insan, hemmege hizmet kılgan yani insan olsun, başka canlılar olsun, hemmesi faydası yetadigan bir işlemesinden oylap görsem. Demek hem de işinin hiç qanday bir işinin ki tirikçilik yoldaki işinin ki addisi ve onunki hakir deydiğini bulmaydı. Halalla yollar olsa, Allah Teala yol koygan, halalla işte bulduğun olsa hemmesi şerefli iş. Hem de rızıkta bereket hasıl kılışının ki yolları qaysi degende bereket deganni tushundirish kerak. Yani bereket degan ziyoda va ko'p degan gap. Endi bir narsaga Alloh taolaning ata ihsonlarininki tushib uni o'rin elishini bereket deydi. Endi bereket pul molda, ilm ma'rifatda, farzandlarda va ko'p narsalarda bo'ldi. Masalan, bir odam 1000 so'm maosh olgan bo'lsa-mu, uning maoshi 10 000 so'm maosh olgan odamning maoshidan ko'proq ishga yaraydi masalan. Birla balası bolsa-mu, o bala 5 bala keltirelmeydigan yaxşılıklarını keltireleydi mesela. Bazı kişilerde az ilim bolsa-mu, şu az ilmi bilen köp okugan adamlar kılanmagan nurgun İslami hizmetlerini kılıdı mesela. Bazı adamların az pulu bolsa-mu, az pulu bilen nurgun yaxşı xeyrat işlerini kılalaydı. Nurgun adamların milyon pulu bolgan bilen o adamlar onu xeylemeydi. Xeylemegenlikin onun yaxşılıklarından mahrum kaldı mesela. Bereket degan benim şundaq yani. Az bolsa-mu, üzününki həcmi, üzünün sani az bolsa-mu və onundan kelgan yaxşılıq və onundan meydanga kelgan yaxşı işlarınki köp bulushi şu bereket deyiladimdi. Endi bereketni hosil qilish uchun ulamolar bir qancha masalalarni sanaydi. Shuning birincisi aqshimi yo'ruqdan yetib atdiganda turish. Atdiganda turish. Atdiganlik bereketning vaqti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni ta'kidlab ummetimge etkigenliki bereket ata kılındı dedi. Burike fi ummeti bukuriha degan ma'nodamda sahar turishning va har qanday ishni ettiganda boshlashning xeyirlik ekanligini bildirdi bu hadis hamda. Peygamber Aleyhisselam onundan başka mesela bir yerga elçi etmekçi olsa ve bir yerga qo'shin etmekçi olsa qanday ish olsa sahar deb ettiganda. Yani ettigenlikte her qanday ishni attiganda boshlaydi va attiganlikni g'animat bilishni topilaydi. Ya'ni barakat tepishning birinchi yo'li attigan turish. Attiganda uxlamaslik, ya'ni oqshom yo'ruqni uxlab attigan turish, attigan. Endi biz bu shu taraqqiy qilgan davlatlarga qaraydigan bo'lsak, masalan, Yaponiya deyli, Amerika deyli, Yevropa deyli, ayda taraqqiy qilgan davlatlarda attiganda uxlash yo'q. Oqshom yo'ruqdan uxlaydi ekan, attiganda hammasi harakatda. Endi bu shu taraqqiy qilmagan davlatlar kambag'al davlatlar, taraqqiy qilmagan davlat, mesela garchi musulmon davlatlar bo'lsa-mu, atdiganda uxlash bularda umuman hamda ishlash soatlarini silishtirganda ish qilib intayin oz hamda.
Allah Teala bu dünyani şu işlegenlerge bir demdi. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. Yani insan fakat üzünün işlegen näsiga erişeledi. Bu yerdeki insan kafir insan, Müslüman insan hemmesi okşaş. Qaysı insan olsun işlesen tapsa, işlemesen tapanmaysa degan gapimde. İkincisi iman ve yaxşı amel. Yani iman bilen yaxşı amel bereketinin ziyade buluşuğa türtkü bulduğun amillarınki en mühimlerden biri sanıldı. Allah Teala diyen ki men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'min felenuhyiyennehu hayaten tayyibe ve leneciyennehum ecrahum bi ahseni ma kan ya'malun. Er bolsun, ayal bolsun, kim ki müminlik halinde durup birer yaxşı amelni qildigan biz onu elbette obdan yaşadığımız yani yaxşı yaşadığımız ve elbette ulanın kılgan amellerinin en yaxşısı bu için mukaffatlayımız. Obdan yaşadığımız degen şu bereketlik yaşadığımız degen gap mesela bir adamın ki nadi milyon dolları var bankada şunda pek bay ama özü kisel ya şeker kesili ya ki kan besimi kesili ya bir kandak kisel hem de şu bir parça kuruk nandın başka bir nersini yemmeydiğen göç yemmeydiğen may yemmeydiğen tatlık nersi yemmeydiğen şu tapkan pulunu tapkan bilen şu yemmeydiğen bu bereketi boğmağanlık bu hamdi. Bazı bir adamda az pulu var. Nimi yiyisi sınıdı? Kavap yeydi, göç yeydi, lağmen yeydi, polo yeydi, bir nersi zira kıldı demeydi. Ama pulu az. Cık pulu yok. Bırak şunda cık hayatın huzurunda meni bereketli yanmışım yine. Onundan başka yemek içmekten emez. İman edip yaxşı amel kılgan kişininki bu dünyada huzur halavet. Allah Teala'ga bolgan bir razimellik hem de. Allah Teala'nın nimetligi bolgan bir razimellik bilen yüzü şunda bir huzur halavet içinde ütüdü. Ahiretim Allah Teala'nın cennetine kirdi hem de. Şu bereket diyen şu hem de. Mesela yaxşı amellerinin bereketi, işlerinin bereketi, ibadetlerinin bereketi, duanın bereketi, bereket diyen şu hem de yaxşı amel bilen. En üçüncüsü Allah Teala'ga takvalık kılış. Takvalık kılış diyen Allah Teala'nın ki rahmetini ümit kılıp azabından korkuş arkalık Allah'a itaat kılış. Mujna kılgan adam takva adam. Takvalı kiyim kechekde emas, kıyafette emas, fakat kalpte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem et-takva havuna deb kalbiga 3 qatim yuragiga ishorat qilgan. Takvalık kalpte bo'ladi. Bu şu kalpte bo'lgan takvalık insanı Allah'ın rahmetini ümit kıldıgan, azabından korkulgan ve bütün işlerde Allah Teala'ga itaat kıldıgan kıldı. Şu takvalıkның özü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyen ki ve men yettaqillaha yec'al lehu mahraca ve yerzuquhu min haysu la yahtasib. Kim ki Allah'tan korku diken yani Allah'a takvalık kıldıken Allah ona çıkış yolu berdi, onu oylamagan yerine rızkı berdi. Oylamagan yerine rızkı berdi. Bereket diyen şu anda. Dördüncüsü tuqqançılıkını davamlaştırış ve urug' tuqqanlarga yaxşılık qilish. Peygamber Aleyhisselam kimki rizqinin keng bo'lishini ve yaxshi iz qoldirishni xohlasa tuqqandarchilikni davamlashtirsin. Sizlar rahim qilsin degan. Beşinci Allah Teala'ga şükür qilish. Şükürning nimetning ziyoda bo'lishiga turtki bo'ladiganligida hech qanday shak yo'q. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de la in shakartum la azidannakum. Yani eğer şükür qilsanglar, sizlarga berayotgan nimetimni oshirib ziyoda qilib beraman deb va'da qilgan. Allohning va'dasi haq. Ma'lumki endi shukr degan og'zaki shukr Xudoyim deb qo'ygan bo'lgan ish emas endi. U til, dil ve amel bilan bo'ladi. Endi chin qalbidan Alloh taologa minnatdorlik bildirib, uni tili bilan ifodalash, ondan amaliy harakat bilan shukr qilish talab qilindi. Amaliy harakat bilan shukr qilish deganlik Alloh taolo ato qilgan ne'matlardan boshqalarni bahramand qilish, yetim yesirlarning beshini silash, yo'qsullarning holiga yetish, tuqqanlarning holiga yetish, kambag'allarni yo'qlash, ya'ni Allohning berganlaridan boshqalarga berish. Şu shukrning amaliyati. Bu ameliyatı bo'lmagan shukr hamda eg'izdagi g'ana shukr bo'lib qoladi hamda. 6. Tövbe istig'for aytish. Tövbe istig'forning rizqning keng bo'lishiga turtki bo'ladiganligi haqida ko'plagan oyat va hadislar kelgan hamda. Nuh alayhisolamning qissasini Alloh taolo Qur'on-i Karimda qissa qilgan. Faqul tastagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Ularga aytdim, Rabbinglardan mag'firat qilinglar. Ya'ni gunohlaringizga mag'firat qilib, tövbe qilinglar. U haqiqatan nihayat mag'firat qiluvchidir. Shunda qilsanglar, u sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarning mol mulkinglarni, o'g'illaringlarni ko'paytirib berdi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qildi. Deganligini bayon qildi.
Dua qilish faqirlikdan panoh tilab dua qilish albatta rizqning keng bo'lishiga turtki bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom namozlarining oxiridagi tashahhudda hamisha Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal ve a'udhu bike minel cübni vel buhli ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical. Yani Allah sana sığınıp gam endişidin, iç püşüklükten panah tileymen. Sana sığınıp acizlikten, horullikten panah tileymen. Sana sığınıp korkunçaklıktan, behillikten panah tileymen. Sana sığınıp qarzga boğulup qalishdan ve insanlarınki g'azibidan, yani yomonlarning yomonligidan panah tileymen deb dua qiladi. Her namazning oxiridagi at-tahiyyatuni Allohumma sallallohu alayhi barakallohni Robbanani o'qib bo'lgandan keyin shu duolarni o'qiydi. Undan keyin bu rizqda barakat ato qilishninki turtkilardan biri yana yo'qsullarga yaxshilik qilish, yo'qsullarga ehtiyoj egalariga yaxshilik qilish. Allah Taala hadis qudsida Payg'ambar alayhisalom deganki, Payg'ambar alayhisalom Alloh taoloning hadis qudsida deganligini rivoyat qilgan. Yani, ey odam bolasi, ehtiyoj egalariga sen bergin, men sana berman. Ya'ni, ibn Adam anfiq unfiq alayka. Yani, sen bergin, sana men berman deganligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qilgan, hadis qudsida deganligini bayon qilgan. Hadis qudsi endi lafzi, yani o Kur'an-ı Kerim emas, ama Allah'ın vahyi olma, Kur'an-ı Kerim tekstlerinden emas, hem de Allah'tan kelgan bir vahyi olma. Hadis qudsi degan. Hem de rizqning tar bo'lishig'a sabab bo'lgan omillar desak, rizqning tar bo'lishig'a sabab bo'lgan omillarning birinchisi gunoh ma'siyat. Gunoh ma'siyat haqiqatan rizqning tar bo'lishig'a sabab bo'ldi. Masalan, Alloh taolo bergan pul molni qimir o'ynashga, haraq ichishga, ranglik o'yin tomoshalarga o'ltirishlarga, masalan, choy o'ynash deymizmi, o'sha nurg'un ayda isrofchilik ishlarga ishlatish orqali inson bu isrof qilib qo'ydi, o'tkazib qo'ydi. Keyin shu isrofchilikninki tarchiligini tatib qoldi. Ya'ni buzib chechishningki ziyni. Bu reallik hamda, amaliyotda hamda. Uningdan boshqa noshukrlik. Allah Teala'ga şükür kılmaydigan insanga Allah Teala ziyoda qilib bermaydi herkes. Qanchalik şükür qilsa, shunchalik birdi. Bu Qur'on Kerim degan bir haqiqat bu. Buni psixologiya olimlari ta'kidlagan shuni. İnsan qanchalik ijobiy bo'lib, Allah Teala'ga qanchalik şükür qilib, qanchalik minnatdorlik jiq bo'lsa insonda, u insonning hayotlikdan oladigan ta'mi, xushalliqi, huzur halovati shuncha jiq bo'ldi deydi. Qur'on Kerimdagi la in shakartum la azidannakum degan oyatning o'zi mana masalan. Siz şükür qilsanglar, sizga ziyoda qilib beraman. Yani minnatdorlik bilan Alloh taolaning ato qilgan nimalarga, rizqiga minnat qilish, ya'ni nima? Shukr qilish va insonlarningki bizga qilgan yaxshilikqa minnatdorlik qaytirish, yaxshilik qaytirish. Ota-onamizningki bizga qilgan kuyimchanligi va bizga qilgan yaxshiliklarga minnatdorlik berib uni qaytirish, masalan, qo'shnilarningki bizga kuyinganligi minnatdorlik bildirish. Demak, inson shu minnatdorlik tuyg'usi bilan minnatdorlik ichida ijobiy yashaydigan bo'lsa, uningki haqiqatan rizqi keng bo'ladi, xushallik kunlari nihoyat jiq bo'ldi, huzur halovati jiq bo'ldi. Buni tajriba qilganlar biladi. Ammo hammadan zirkadigan, hammaga achchiqlaydigan, hammadan zararlanadigan inson hech narsani xushal bo'lolmaydi. Hech narsa xushal bo'ladi. Shunga shukr bizni xushal qiladigan eng yaxshi qurol. Bu mu'minlarga Alloh taolo bergan cho'ng bir ne'mat hamdi. Alloh taolo hammamizni rizqning berkitini topadigan yaxshi mu'minlar qatoridan qilg'ay. Amin. Qadrlik ko'rurman qarindoshlar, bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Keldigan hafta yana shu soatda birga bo'lish umid bilan hammalarni Allohga topshirdim. Omon bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.